Salom hammaga, sizlar bilan Broker Trade, O'zbekistonda ishonchli bo'lgan brokerlar haqida ma'lumot beruvchi yagona kanal. Ko'rib turibsiz, biz Telegram kanalida turibmiz. Bu kanaldan siz brokerlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bizda tizimli yo'nalish qilib joylangan. Mana shu kanal orqali brokerlarga qanday qilib DPS qilinadi, qanday qilib foydalaniladi kabi ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bizda kurs ham mavjud. Kursni hozir tushuntirib o'taman. Xo'sh, kanalimiz linki Broker Trade opsiyalar kommentariyada ham joylab qo'yiladi. Bizda admin, support va chatimiz ham mavjud. Xo'sh, chatga kiramiz. Chat orqali o'zingizga kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlarni savol ko'rinishida yo'llab topishingiz mumkin. Hozirda kanalni yuritayotganim yo'q, endi boshlayman. Bemalol kirib savollar yo'llashingiz mumkin. Xo'sh, bizda support bor. Supportga ham bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollarni yo'llashingiz mumkin. Java Trade bu bizni yangi adminimiz hisoblanadi. Bu adminga shunchaki kurs so'zini jo'natsangiz bo'ldi, sizga kurs haqida ma'lumot beriladi. Agar to'g'ri kelsa kursni sotib olasiz va tradingni noldan o'rganishingiz, ya'ni boshlang'ich tushunchalarni olishingiz mumkin hisoblanadi. Xo'sh, bugungi videomiz Libertex brokeri haqida bo'ladi. Libertex brokeri haqida barcha ma'lumotlarni hozirgi videomizda tushunib olamiz. Unda biz videoni boshlaymiz. Libertex brokerni ichki oynasida turibmiz. Birinchi kirgan odam bu nima o'zi, men nima qilaman, buni qanday sotib olinadi deyishi mumkin. Hozir biz buni ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bizda birinchi oynada mashhur degan bo'lim turibdi. Ya'ni bu yerda bozor, indekslar, metallar va shu kabi aksiyalarni sotib olishingiz va sotishingiz mumkin. Bizda bu bo'lim orqali sizlarga savdo qilishni maslahat bermayman. Turbo Gold bor ekan, buni o'zim ham birinchi marta ko'rib turibman. Xo'sh, bular bizga shart emas, biz mashhurlardan boshlaylik. Bizga kerak bo'ladi indekslar bo'limi orqali o'tamiz. Bu yerda indekslarni ko'rishingiz mumkin. Yangiliklar bu ham kerak emas. Hammasi bo'limga kirsak, mana bu yerda metallar bo'limi mavjud. Metallar bo'limidan goldni topib olamiz. Va hamma bilgan, ko'rgan va Instagramlarda chiqadigan tilla, ya'ni gold parasi mana shu bo'ladi. HOW USD deb nomlanadi forex bozorda. Bu hamma brokerda har xil, masalan, XMda gold, Exnessda ham HOW USD deb nomlanadi. Xo'sh, biz buni sotib olib savdoga kirishimiz uchun bizni depozitimiz bo'lishimiz kerak. Tepada ko'rib turibsiz, bizda hozirda Libertex sotimizda pul yo'q. Biz hozir tillani sotib ham olmaymiz va tillani sota olmaymiz ham. Albatta bu riskli soha. Bunda depozit qilishdan oldin albatta o'ylab ko'ring. Oxirgi pulingizga kirmang, hech qachon qarzga savdo qilmang. Avval tradingni yaxshi o'rganib oling, tajriba orttiring, demo hisobda ishlab ko'ring va keyinchalik real hisobga o'tishingizni maslahat beraman. Xo'sh, Libertexni o'zida ham demo hisob bor. MT5 programmasida ham demo hisob ochishingiz mumkin. MT5 programmasi ancha qulayroq hisoblanadi. Mavjud Libertexni o'zida savdo qilaman deydiganlar uchun mana bu yerda demo buyrug'ini bossangiz, sizga avtomatik demo hisob ochib berishadi. Xo'sh, biz demo buyrug'ini bosamiz. Ko'rib turibsiz, bizda 50 minglik demo hisob ochilgan turibdi. Mana tepada $50,000 demo hisob ochib berishdi. Bu qanaqa pul? Bu mavjud bo'lmagan pul hisoblanadi. Broker o'zini foydalanuvchilar uchun, ya'ni forexga yangi kirib kelgan odamlar uchun amaliy mashg'ulot uchun mana shunaqa pul tashlab beradi shotga. Buni siz minus qilsangiz umuman to'lab ham bermaysiz. Broker sizdan bu pulni talab ham qilmaydi. Bemalol buni ko'tarsangiz ham pulni yechib olmaysiz hech qanaqa usul bilan. Xo'sh, bizga kerak yana o'sha goldni topib olamiz. Xo'sh, metallar, gold. Endi biz brokerni o'zidan bitim ochishni o'rganamiz. Bizda so'rayapti, sen sotib olasanmi yoki sotasanmi? Hozirda bozorda shans bor tepaga yurishga, lekin ancha qiyinmi deyman. Biz sotish buyrug'ini tanlaymiz. Bizdan so'ramoqda summa, necha pul bilan tillani sotib olasan? Bu yerda boshqa summa qilib o'zimiz belgilashimiz ham mumkin. Eng kam summa bu albatta $10 va tepada, ya'ni yonboshda multiplikator degan buyrugʼ bor. Bu lot deyiladi qisqachasiga, ya'ni punktiga hozir sizga necha dollar zararda yoki foydada chiqishingizni hisoblab beradi. Xo'sh, buni tanlaymiz. Eng kami 100,
eng balandi 300 ekan. Bu любой summada eng kami 100, eng kami 300. 10 dollar bilan kirasizmi, 1000 dollar bilan kirasizmi? Shu summani 300%, ya'ni 3%ni sizga punktiga hisoblab beradi. Masalan, 100 ni 300, 1000 ni 300, 100 ni 30. Shu kabi hisoblaysiz. Biz sotib olish buyrug'ini tanlaymiz. Bozor bayga harakatlanganga o'xshaydi va sotib olish buyrug'ini bosamiz. Ko'rib turibsiz, tepada bizda hozirchalik -$20, ya'ni bitim ochilgandan bu spread hisobiga, spread nimaligini boshida tushuntirilgan kanal orqali kursda ko'rib olishingiz mumkin. Spread nima, lot nima, o'zi broker kim, qanday savdo qilinadi, shu kabilarni kurs orqali o'rganib olishingiz mumkin. Kurs albatta tushunarli qilib joylangan. Bu yerdan chiqamiz, bizda bitim ochildi va ko'rib chiqilmoqda buyruq orqali bu yerdan hech nima topa olmaysiz. Faol buyruq orqali o'tamiz. Mana bu yerda bizda ochiq bitimlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni hozir ikkinchi bo'limga o'tdik. Ustiga bir marta bosamiz. Bu yerda bizdan so'ramoqda, take profit joylaysanmi? Ya'ni take profit nima, sell stop nimaligini bilsangiz joylashingiz mumkin, bilmasangiz kanal orqali o'rganib olishingiz mumkin. Xo'sh, biz take profit joylaymiz. Take profitni ustiga bossak, mana shu yerda bizda $1 avtomatik foydada yopib yubor degan buyruqni mana shu yerda qo'yib qo'yishimiz mumkin. Biz brokerdan chiqib ketamizmi, internetni o'chirib qo'yamizmi, shuni joylab qo'ysak bo'ldi. Bitimimiz avtomatik yopiladi. Sal teparoqda qo'yamiz, masalan $2 yopilsin deymiz. Endi xuddi shunday zarar, sell stop, ya'ni bizni zararni, balansimizni saqlab qolish uchun sell stop buyrug'i mavjud. Mana shu yerda xuddi shunday $2 zararga kelgan payti avtomatik bitimni yopib yubor deb qo'ysangiz, mana bizda sell stop ham, take profit ham joylab qo'yildi. Bemalol endi internet o'chirib qo'yishingiz ham mumkin. Bu analiz qilingan bo'lsa, yo take profitni oladi yoki sell stopni oladi. Bu balansingizdan boyog'i $2 gina minus bo'ladi. Agar take profit olsa $2 plusda bo'ladi. Xuddi shunday boshqa paralarda ham shunday savdo qilasiz. Albatta balansingiz bo'lsa. Endi hamyon bo'limiga o'tamiz. Biz hozir demo balans kerak emas, real balansni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, realga o'tamiz. Birdaniga hamyon bo'limi ochildi. Bu yerda tepada yangi bo'lim qo'shilgan. Kim qancha pul chopdi, shuni ko'rsatib turadi. Bu lekin meni fikrim bo'yicha bu haqiqiy narsa emas. Gold sotib oldi. $949.86 kiritdi. Most haqiqidir, lekin bu o'zini foydalanuvchilarni qiziqtirishga bo'lgan, ya'ni motivatsiya uyg'otadigan bir bo'limga o'xshaydi bu. Mana shu bir hozir sotib olib, birdan pulni yechib olibdi. Bu fake xabarga o'xshaydi, broker tomonidan berilgani bilmadim. Xo'sh, maqsadga qaytamiz. Bizda LibertyX portfolio bo'limi mavjud. Bu aksiyalarda savdo qilish uchun bo'lim hisoblanadi. Bu kimda kim aksiyada ishlamoqchi bo'lsa, mana shu bo'limga depozit qiladi. Xo'sh, LibertyX bu brokerni o'zini shaxsiy hamyoni, ya'ni brokerni ichida savdo qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu hisobga pul tashlaydi. Keyingisi MT5 Market. Bu MetaTrader foydalanuvchilar uchun, agar kimdir brokerga pul tashlab, MetaTrader orqali bitimlarni ochmoqchi bo'lsa, mana shu yerga pul tashlaydi. Depozit qilish videosi chiqarganman men bu bo'limda qanday o'tkazishni, pullar tanlashdan muammo bo'ladigan bo'lsa, qanday hal qilish va Uzcard Humodan pul kiritish, vizada bo'ladigan muammolarni opsiyadagi linkini joylab qo'yaman. O'sha video orqali ko'rib tanishishingiz mumkin. Xo'sh, keyingi bo'limga o'tamiz. Bonuslar uchun hisob. Bu qanaqa hisob? Agar sizda bonus bo'ladigan bo'lsa, mana bu bo'lim orqali ko'rishingiz mumkin. Bizda hozir bonus bor. Bu nofaol bonus. $1.50. Nimaga nofaol? Chunki bu bonusni o'tkazib olishimiz uchun biz LibertyX hisobimizga pul kiritishimiz kerak. Va u 20% dan ko'proq bo'lishi kerak. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Bizga kerak emas hozirchalik. Endi ichki o'tkazmalar bo'limi bilan tanishamiz. Bu qanaqa bo'lim? Xuddi shunday pul kiritganimizdan keyin agar biz MT5 yoki LibertyX ga pul o'tkazmoqchi bo'lsak, mana shu bo'lim orqali MT5 dan LibertyX hisobga yoki LibertyX hisobdan MT5 hisobga pul o'tkazib olishimiz mumkin. Tanlaymiz. Hozirda pul yo'q-ku, shuning uchun ko'rinmaydi. Depozit kirit demoqda. Bizga nima kerak hozir? Endi keyin buyrug'iga o'tamiz.
Xo'sh, keyin buyruqqa qanaqa buyruq? Bu yerda shaxsiy ma'lumotlar saqlanib turadi. Bu bo'lim orqali agar sizdan bironta hujjat so'raladigan bo'lsa, mana shu bo'lim orqali taqdim etasiz. Rasm yoki matn ko'rinishda. Verifikatsiya byuro orqali kirib tekshirib turishingizni maslahat beraman. Bizda hammasi qonuniy o'tilgan, hech qanaqa hujjat hozircha talab qilmaydi va bizda muammo ham bo'lmaydi. Xo'sh, bu yerda endi bu kerak emas, bu reklama, udaltib boramiz. $150 olish. Bu qanaqa bo'lim? Bu do'stlik shartnomasi, ya'ni sizda bironta bir tanish bor, u LibertyXga qiziqmoqda. Mana shu bo'lim orqali link olasiz va shu link orqali uni ro'yxatdan o'tkazasiz. Xo'sh, dastur qoidalari bilan tanishamiz. Agar do'stingiz bu bo'lim orqali tanishishingiz mumkin. $9 dan $99 gacha depozit qiladigan bo'lsa, sizga $20 miqdorida bonus beriladi va do'stingiz sizni linkingizdan o'tganligi sababli $100 miqdorida ham unga aktivlar taqdim etilishi mumkin. Xo'sh, tanishib chiqishingiz mumkin. Bu yerda ham bonus qanday beriladi? Bonus yechib olish mumkin bo'lmagan va foydalanib, agar siz u bonus orqali plus, ya'ni profit qiladigan bo'lsangiz, profitni albatta yechib olishingiz mumkin. Xo'sh, sizga ham bonus beradi. Linkingizdan o'tgani uchun do'stingizga ham bonus beradi. Kiruvchi xabarlar. Bu yerda yangiliklar joylanadi. Men bularni o'qimayman ham dashi. Bemalol kirib tanishishingiz mumkin agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Xuddi shunaqa LibertyX Portfolio, MetaTrader 5, CryptoMiner. CryptoMiner oldin yaxshi ishlab berardi, hozir qandaydir ishlayotgani yo'q, chunki Bitcoin tushib ketganligi uchunmi? Agar sizni LibertyX hisobingizda kattaroq mablag' bo'ladigan bo'lsa va doimiy LibertyXdan foydalansangiz, CryptoMiner bilan bemalol ishlab qo'yishingiz mumkin. $5 gacha real pulni yechib beradi. Bonus aytmoqchi, bu bonus pulni yechib beradi. Undan ko'p ham yechishingiz mumkin. Agar sizda doimiy mablag' bo'lsa, CryptoMiner tezroq pul ishlaydi. Mana bu bo'limlar ham ochiladi. Bu bo'lim ochilsa juda ham yaxshi, lekin bu bo'lim ochilishi juda ham qiyin. Umrni yeydi deydi-ku, umringiz o'tib ketadi bu bo'lim ochaman deymizchi. Xo'sh, hisobotlar bo'limi orqali qachon pul tushgan MT5 marketga, qachon pul yechilgan, shu bo'lim orqali ko'rishingiz mumkin hisoblanadi. Xo'sh, xabarlar tilni o'zbekchaga o'tkazib olasiz. Faol seanslar bo'limi bu albatta sizga kerak. Barcha kim LibertyXga ulanganini ko'rishingiz mumkin va bu yerdan barcha seanslarni tugashini bossangiz, avtomatik chiqib ketadi. Kompaniya haqida. Bu bo'lim orqali kompaniya haqida tanishasiz. Xo'sh, keyingisi hamkorlik. Bu bo'lim orqali ham tanishishingiz mumkin. Agar siz brokerga hamkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, fransizing dasturi bu bizga kerak emas, sizga ham kerak emas. Bu yerda esa support bo'limi mavjud. Support bo'limi nima? Real vaqt rejimdagi chat. Bu bo'lim orqali bot bilan sizda bo'ladigan muammolarni avtomatik hal qilishingiz mumkin. Agar sizda kattaroq problema bo'ladigan bo'lsa, botga menejerni ula menga desangiz, sizga menejerni ulab beradi. Keyingisi yordam va qo'llab-quvvatlash. Bu bo'lim orqali ham xuddi shunday menejer bilan gaplashishingiz mumkin, email orqali xabarlar yuborishingiz mumkin, Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Problema bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib mana shu bo'limlar orqali hal qiling. Birontaga menga unday bo'ldi, menda bunday bo'lyapti, qanday hal qilaman deganingizdan foydasi yo'q. Mana shu bo'lim orqali sizga hal qilib berishadi. Xo'sh, email orqali xabar yuborishingiz mumkin. Bu javobi 2-3 kundan keyin keladi adashmasam. Tushuntiradigan narsani o'zi qolmadi. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Brokerni original linklarini albatta Telegram kanalimizdan yoki video tagida aslan topishingiz mumkin. Fake saytlarga aldanib qolmanglar. Hozirda broker yoki prop kompaniyalarni fake saytlari juda ham ko'payib ketgan, maslahatim. Kiringlar, rejissdan o'tinglar, bonuslarni olinglar, bemalol foydalaninglar. Videoga ham like bosinglar. Mana yana bittasi $71 pul yechibdi. Bu yana o'zlaringiz fikrlaringiz bilan bilmadim. Yoqqan bo'lsa bitta like va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bizning zaryad ham o'zi kam qopti. Good morning hammaga. 4% zaryatim qoldi onasining. Sizlarni deb umrim ham tegayapti, zaryatim ham tegayapti onasining telefonimning.